Kelcha, shu kunlarga ochilib yurib, o'tgan safar aytganimdek, askiya bo'ldim o'tgan safar, mana bu gap pul bilan, ondan uchun kiyimlarimga Rahmat, assalom, tan joningiz sog' bo'lsin, xush kelibsiz opa. Voy, ancha kutdik. Ominaxon baxtli bo'lsinlar. Uzoq kutgan jajji qizalog'imiz Ominaxon taqdiring go'zal bo'lsin, ilohim eng oliy baxt malikasi bo'lsin. Ismlari jismlariga monand bo'lsin. O'shangalarga kelin bo'lsin, xizmatda biza bo'ling. Omina qizi qadamlari qutlug' bo'lsin, iymonli, insofli, iboli, hayoli qizlar qatorida bo'lsin. To'yda ham qatorimizda xato bo'lmasdan shunaqa chiroyli o'tirishga nasib etsin. Amin. Qori qizlardan bo'lsin, bilimli, ziyoli qizlardan bo'lsin. Hojoni bo'lganlarda shunaqa kutib olish nasib qilsin. Amin, amin. Ota-onalari rohatini ko'rib yursin. Ilohim. Nima deysiz opa? Allohning baxtini ziyorat qilsin. Feruzaxon, ta'lim tarbiyasi bilan qizinglarni quvontirib. Zarinaxon, sizdan hozir qadr. Gapiring. Matlilarga qo'shilaman. Onadan onasi o'tdi. Voyaga qo'shiqlar, yo'q. Ilohim, mana shunaqangi baxt barcha ayollarimizga nasib etsin. Amin.